Albatta qishloqilar, lekin sizlar aytayotgan gapim to'g'ri lekin bilmadim, juda sovuq. Kapot uni bilib qo'y. Ertaga qish bilasanmi shuni? Ertaga qish rostdanmi? Mani xayolimda hali endi sentyabr tugayapti. Yo'q. Uka mayli, ertaga qishlik uka mayli kapot, to'xta. Ertaga juda ham ko'p qor yog'ar ekan, tushunyapsanmi? Qishni birinchi kunida qor, tushunyapsanmi? Juda ham ko'p miqdorda qor. Ha, rostdanmi? Yuqorida nima desam bo'ladi? Jam. Yuqorida nima? O'zing ko'rib qarasa. Ertadan chiqamiz-da, qorlarni tozalaymiz. Yangi yil ham yaqinlashib qoldi bilsang ekan. Ha, yangi yil ham yaqinlashib qoldi, lekin juda ham zo'r erta. Nima desam bo'ladi? Qishda birinchi kundan qor yog'sa. Albatta, qishda birinchi kunida qor yog'sa zo'r-ku, to'g'rimi? Albatta. Xo'p. Xo'sh, yaxshi. Juda ham sahot ketdim. Barchaga salom bolalar. Mani ismim Kompot va mani video roligimga ham xush kelibsizlar. Obunachilar, mana ko'rib turishingiz mumkin. Biza, ya'ni mani qishloqlar bilan ertaga qor kuramoqchi biza obunachilar. Ha, qor kuramoqchi biza. Nimaga qor kuramoqchisan deydiganlar bo'lsa, albatta biza yo'ldan, nima desam bo'ladi, yo'ldan chiqishimiz kerak, yo'ldan yurishimiz kerak, atroflarni tozalashimiz kerak. Yangi yil ham yaqinlashib qoldi. Obunachilar, mayli. Nima bo'lganda ham biza mayli ertagacha birga bo'lar. Ertaga juda ham zo'r yangi yil arafasi, yangi yil ifori kirib keladi. Ajoyib bo'ladi deb umid qilaman obunachilar. Mayli bo'lmasa okey, bo'lmasa xo'sh, uxlamasam umuman bo'lmaydi. Ertalabdan voy, tushmadim. Voy, ana Minecraft versiyasi o'zgaribdi obunachilar. Qanaqa tez chiqqacha, voy, buni qaranglar, qorlarni yog'ishini. Vau, obunachilar 1-dekabrdan boshlanib eshiklar o'zgargan, sandiqlar o'zgargan va invertorlarim hamma yerlar o'zgarib ketibdi. Juda ham ajoyib qishki tema bo'libdi ekanda obunachilar. Juda ham menga yoqdi obunachilar. Buni qaranglar, tashqariga chiqinglar. Yaxshiyamki qor, buni qaranglar, qorda juda ham ko'p yog'gan, juda ham ajoyib obunachilar. Qanaqa hozir bir qishloqlarning oldiga borishim kerak edi. Buni qaranglar, vashi hamma yer muzlab ketgan va qishloqqa ham mana bu yerda ekan, uyida ekan. Ha, mayli. Nima bo'lganda ham xo'p. Kapot, mana bu qorda kurab olmaysanmi? Bo'ldi, qo'lim bilan kurayveraman. Dushi jigarim sen uchun. Ha, mayli. Xo'p, qani mana chiqishing mumkin. Oho, aytgancha, mana bu boshingdagi shlyapa, ya'ni qalpoq juda ham yarashibdi. Senga ham yarashibdi lekin. Mayli, senga katta rahmat. Qani, qarang, juda ham qor yog'ib ketibdi. Qishloqlarni chaqirishimiz kerak. Bilib o'tiribman. Obunachilar, buni qaranglar, juda ham zo'r nima edi, mana bu qor yog'ganini, qishloqlar yog'ganini demoqchi bo'lyapman. Nimalar demoqchi bo'lyapman? Mayli. Xo'sh. Hamma yer muzlagan, juda ham sovuq, lekin menga juda ham yoqmoqda. Qishki ifor juda ham zo'r bo'lmoqda. Ha, obunachilar, nima ham derdim. Xo'sh, mayli, bo'lmasa qishloqlarni chaqiraylikchi. Barcha yerni kurashimiz kerak. Birinchi o'rinda qor qachon tinarkan, qor to'xtadimi deydilar-yu. Qani, mayli, qor to'xtayversinchi. Mayli. Juda ham ko'p qorlar yog'moqda ekan. Voy, qishloqqa yaxshimisan? Kapot chiqarib yubor. Qor mana bosib qo'yibdi-da. Kecha uxlab qolibman mashaqqa. Qanday qilib uxlab qolishim mumkin? Qishloqqa vashi senga hayrondaman. Lekin mana bu o'zgarishing juda ham zo'r bo'libdi. Voy, sovqotyapti odam bor-ku. Xo'sh. Mayli bo'lmasa, qishloqlar, davay qorni ko'raylik. Davay, kapot nima o'tiribsan? Davay birgalikda kavlaymiz, ko'raymiz. Mayli, sizlar bu tomonlarni qilinglar, men o'zimni uyimni atroflarini, qorlarni ko'rayman. Ya'ni polizlarimni atrofini ham. Mayli, nima ham derdim. Bo'lmasa barchalarni ehtiyotkorona kavlashim kerak. Ya'ni qor ustimga bunday tushib qolmasin, ya'ni qor bosib qolmasin deydilar-yu. Mayli, ana qishloqqa o'xshab. Xo'sh, obunachilar, qani bir qorni kurayveraylikchi, birga bo'lar. Bularni kuragunimcha kunim o'tib ketsa kerak obunachilar. Mayli, baribir ham kurashimiz kerak. Xo'p, mana obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Barchasini tozalab chiqdik, qorlarni juda ham zo'r bo'ldi. Ha, kapot. Uka mayli, bunker qurishimiz kerak. Qara, bunkerni ko'ryapsanmi? Qishloqlar tushunmadim. Bu bunker men uchunmi? Albatta, sen bu yerga ana qurasan, bilasanmi shuni? O'zingni bazacha qurib, mana shu yerga kutib olasan yangi yilni. Rostdanmi? Aldayapsizlar, to'g'rimi? Yo'q, obunachilaring uchun ham
kontent bo'ladi bilsak agar. Uy, вообще zo'r-ku bo'lmasa, xo'sh narsalarni olib kelaman va ajoyib qilib qurib qo'yaman. Aytgancha qishloqlar sizlarga katta rahmat demoqchi edim. Ketib qolibdi. Yaxshi bo'lmasa mayli, obunachilar e'tibor bermaymiz, buni qaranglar, juda ham zo'rligini, juda ham zo'r qurilganini menga juda ham yoqdi. Mayli, bularni hozir buzib chiqamiz-da, meni obsidian qilib qo'yamiz-da. Mana shunday qilib qurib qo'yganman. Juda ham zo'r bunkercha bo'ldi deb o'ylayman. Mana qaranglar, juda ham zo'rligini. Vau, ustiga mana shunday qilib chiqib ketsam bo'ladi. Mana bu dumaloq sharichani, ya'ni sharicha ham emas, kichkina blokchalar bor, lekin juda buni qaranglar, juda ham mustahkam qurilgan ekan. Mayli, nima bo'lganda ham ichkarisini biza oppa ochamiz-da, mebellab chiqishimiz kerak. Xo'p, bularni birinchi tozalab olamiz-da. Bu nima edi? Mana bu qor deyapman, mana bu tuproq. Tuproq nima deyilardi? Toshmi, toshli yo'lmi? Obunachilar, sizlar nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun, men buni gravel deyman. Sizlar menimcha toshli yo'l desanglar kerak yoki yana ham bilmadim. Xo'p, mana bularni hozircha qor bilan yopib turamiz-da. Ana endi uni qaranglar, juda ham zo'r bo'lganini, juda ham chiroyli bo'lganini. Ana endi mana bu yerdan asta-sekin yopib chiqamiz-da bloklarni. Ya'ni bilasizlar, tushib ketishi ham mumkin. Tushib ketmasa ham obunachilar baribir ham atroflarini yopib qo'yib, issiqqina qilib qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Voy, to'xtanglar, mana bu yerda hatto ketib qolibdi. Hoppa, ajoyib. Ana endi bularni bunday mana shunday. Oy, obunachilar, mayli, e'tibor bermaysizlar. Okay. Xo'p, ana endi mana shunday Ders like поделиться o'zbekcha deydilar. Xo'p, mana bloklar yetyapti. Hoppa, normalniy. Xo'p, ana endi ustini yuqorisini yopamiz. Xo'p, yuqorida ham nimadir qursak bo'lar ekan obunachilar. Menimcha juda ham zo'r. Yuqorida menimcha oshxona qilamiz obunachilar. Xo'p. Narsalarni olib keldim. Yuqorida birinchi mana bunday qilib ochib qo'yamiz. Mana shunday qilamiz. Obunachilar, bu yer yangi yil iforini berib tursin-da obunachilar. Chunki yangi yil yaqinlashib qoldi-da, to'g'rimi obunachilar? Albatta. Xo'p, bizda hali yangi yil emas. Yangi yil o'tib ketdi deydiganlar bo'lsa, sal kechikib video qo'yibman-da. Uzrasizlar. Lekin baribir men yangi yil qanday o'tdi sizlarning yangi yil deylar. Misol uchun menda juda ham zo'r o'tmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Hoppa, normalniy. Ana endi hozir to'xtaylar, yana bir ikkita narsalar olib kelamiz. Hoppa, mana ya'ni chotki mebelchalarni olib keldik. Ana endi bu yerga xo'p, kravatni bu yerga qo'ysam ekan. Yo, bu yerga qo'yish menimcha xato deb o'ylayman. Menimcha mana shu yerga qo'yganim ajoyib bo'lsa kerak. Ajoyib, misol super bo'ldi-yu, obunachilar. Bu yerga esa mana shunday qilib kitob bilan televizorni qo'yib qo'yamiz. Takoy mana shunday yotib olamiz issiqqina yerga. Ajoyib issiqqina bo'lishi kerak. Bu yerga mana shunday qo'yamiz. Chunki mana bulardan to'g'rilayman mana bu bloklarni. Xo'p, bu yerda taxtalar, ya'ni taxtalar deylarmidi? Nima deyapman o'zim mayli. Ana endi svetchalar bor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Mayli. Xo'p, ana endi qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Ajoyib turishini qaranglar, juda ham chiroyli turibdi. Bu yerga esa nima bo'ladi? Svetchalar qo'yib qo'yamiz. Chiroyli bo'lib turadi-da. Xo'p, ana endi mana bu qo'ng'iroqchani mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Ana yana soat millari oldinlaydi deydimi? Vay, sen bir qo'shiq aytma, kompot icharding deydiganlar bo'lsa, uzr so'rayman obunachilar. O'zim ham bildim shunaqa bir ishdan bo'lganini. Lekin obunachilar qaranglar, juda ham zo'r bo'lmoqda. Archalarni mana shu yerga qo'yamiz. Ajoyib dirs bo'lib, qarochi. Hop, ana to'xtaylar. Mana shu yerdan chiqib ketadigan yo'l qurishimiz kerak. Xo'p, qanday qilib chiqib ketadigan yo'l qurasan, nima qilasan, kompot deydiganlar bo'lsa, bu yerda oshxona qilamiz obunachilar. Juda ham zo'r chiroyli oshxona bo'ladi. Chunki bizga oshxona yo'q, oshxona mana shu yerda bo'lishi kerak. Lekin oshxona qursam erib ketmasa kerak. Mana bu qorlar, yuqoridagi qorlar juda ham qattiq qorlardan qilingan-ku, beton aralash qor. Mayli. Menimcha beton aralash qor bo'lsa kerak, lekin to'xtaylar, mana bu yerni birinchi, oppa, ajoyib turishini qaranglar, juda ham zo'r bezatilib turmoqda. Вообще yangi yil ifor bo'lmoqda, yangi yil atmosferasi deydilar, obunachilar nima deydilar bilmadim. Xo'p, mayli. Ana endi xo'p. Ko'p gapiryapsan-da, kam gapirib, ko'proq ishla deydiganlar bo'lsa, xo'p bo'ldi. Kam gap, ko'p ish bo'ldi. Mana bizning shiorimiz kam gap, ko'p ishda. Dirs mana shunday qo'yamiz. Dirs qo'yamiz. Ana yangi yil bu aytilma. Bo'l. Sen qo'shiq aytma deydiganlar bo'lsa, okey. Xo'p, mana bu yerdan esa nima qilamiz? Bu yerdan esa to'xtaylar. Bu yerni mana shunday buzib olamiz. Mana bu yerdan chiqadigan yo'l qilamiz oshxonaga menimcha. IQ 100 ming bo'lsa kerak obunachilar. IQ 0 bo'lmaydi deydiganlar bo'lsa bo'ldi, tushundim. Hoppa, ana endi bu yerdan
Bo'ldi, tushundim. Chunki obunachilar bo'lib bu yerdan chiqadigan yo'l qilmaymiz. Ikkita mana shunday verstaklarni qo'yamiz. Ana yangi yil bu bo'ldi, obunachilarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ana endi do'stlar bu yerda sovg'a yo'qdilar. Bu yerda sandiq qo'yib qo'yamiz. Juda ham zo'r. Ana endi sovg'alarni qayerga qo'yasan deydiganlar bo'lsa, sovg'alarni atrofga qo'yib qo'yamiz. Xavotir esa qilmaylar obunachilar. Hamma sovg'alarga yer topiladi, joy topiladi. Ey, kampot, sovg'a bu yerga qo'yilib bo'lmaydi. Yonib ketadi deydiganlar bo'lsa, yo'q, yonib ketmaydi. IQ 100 ming manda. Shu sababdan muammo kerak emas. Ya'ni menga muammo kerak emas, sizlarga muammo elmali debman. Bo'ldi, kam gap, ko'p ish bo'ldi. Xo'p, mana shunday qilamiz. Oppa, ana yaxshi, ajoyib. Xo'p, menimcha juda ham zo'r bo'lmoqda obunachilar, bilmadim. Xo'p, mana bu yerdan to'xtanglar. Nimaga bu yerga qarayapman, tushunmadim, nimadir bo'lyapti menga. Xo'sh, ana endi mana shunday qilib, har xil rangli qilib qurib chiqamiz. Juda ham issiqqina yer bo'ladi bu yer. Ana ajoyib. Yangi yil bu. Ana вообще chotki bo'ldi obunachilar. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, tez kommentariyada 0 dan 10 ballgacha любой sonni ko'rsatinglar. Misol uchun men bunga necha ball bergan bo'lardim? Men bunga obunachilar adashmasam, xo'sh. Bularni birinchi mebellab olaylik, keyin ball beramiz deb mayli, to'xtanglar. Hozircha ball bermay turinglar-da. Yana mebellamading yetarlicha. Shu uchun balling pas, mana uka deb qilmanglar. Obunachilar men xabar bo'laman. Hop, ana gunomchani qo'yib qo'yamiz bu yerga. Xo'p, ana endi bu yerga shamchani qo'yib qo'yamiz, takoy. Chiroyli turish kerak bizda, chunki svet yo'q. Xo'p, ana endi bu yerda esa rasm qo'yamiz. Qo'limdan tushib ketdi, qo'lim qaltirab tushib ketdi. Oppa, yangi yil bu. Ya'ni qalpoqchalarini qaranglar, juda ham chiroyliligini вообще chotki. Hop, yaxshi, ana endi do'stlar, to'xtanglar, do'stlar, bu yerga ham kitoblarni qo'yamiz. Juda ham kitobxon bola ekansan deydiganlar bo'lsa, biz kitobxon kampotchik bo'lamiz obunachilar. Hop, yuqoriga chiqishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi, bizda narvon yo'q. Mana shunday nimaydi, archani ustidan chiqib ketyapmiz. Вообще chotki, mayli obunachilar. Вообще udar. Xo'sh, ana endi do'stlar, mana shu narsalarni olib kelamiz deb, barchalarini qo'yib chiqamiz. Har doimgidek aytganimdek, bu yerda oshxona qilamiz deganimdan keyin oshxona qilamiz. Mujik сказал, mujik сделал deydimi, deydimi? Bo'ldi, gapirmadim bu gapni. Tez o'chirib olinglar bu gapni. Bu gapni kesib tashlaymiz, okey. Xo'p, ana endi to'xtanglar. Nimadir esimdan chiqib ketdi-da, to'xtab turinglar. Hop, normal, yana endi bir ikkita go'shtlar esdan chiqib ketibdi obunachilar. Aytgancha obunachilar, bu cho'chqaga e'tibor bermanglar. Bu cho'chqa prosta chiroy uchun turibdi, chiroyni bulg'ab turibdi. Kampo deydiganlar bo'lsa, albatta obunachilar, bizning anovimizga to'g'ri kelmaydi, madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi cho'chqa. Shu sababdan cho'chqani umuman anov qilaman. Obunachilar, qo'llab-quvvatlamayman. Cho'chqa yemanglar, juda ham yaxshi go'sht emas, yomon. To'g'rirog'i xoram go'sht deydilarmi? Bir gap bilan obunachilar, menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Mana bunkerimiz juda ham zo'r bo'ldi. Ana endi maza qilib bu yerda yangi yilni o'tkazamiz obunachilar. Sizlarga yoqdimi bunker? Samboga cho'chqani qo'yganing uchun senga boru endi 0 ball deydiganlar bo'lsa, obunachilar, sizlar kommentariyada yozinglar, cho'chqani olib tashladi desanglar, olib tashlayman. Umuman muammo yo'q. Xo'sh, ana endi maza qilib mana shu yerga kutamiz yangi yilni. Ikkita bloklar ortib qolibdi-yu, mayli hech qilsa yo'q menimcha. Ajoyib. Hali 1-dekabr. Yangi yilga hali 1 oy bo'ldi deydiganlar bo'lsa, albatta obunachilar, 1 oy mana shu yerga maza qilib kutaman-da, to'g'rimi obunachilar? Ha, to'g'ri, 1 oy o'tiraman endi. Yo'q, albatta o'zim uyim bor, lekin baribir bu chiroy uchun buni qaranglar. Juda ham chiroyli, ajoyib bunker bo'ldi. Sizlarga yoqdimi? Tez kommentariyada like, podpiska o'zbekislar deb yozib qoldiringlar. Men ham derdim. Mayli bolalar, obunachilar, sizlar bilan men yana kampotchik bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha, ya'ni yangi yilgacha ko'rishguncha, xayr.